Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 12 ayning 29-kuni yakshanba bizning bu yerda. Shu yangi yil kirib qoldi, yana 2 kun qolib qoldi. Bu qatim hali o'ylandim men, mana bu videoni ishlamaymi deb. Hali yangi yil kelyotdi, ammo zodi o'zim xushal bo'lamadim. Nimishqa desanglar yana bir qism uchurlar kelib turyotdi menga vatanning ahvoli to'g'riliq. Chet eldagilar yaqinda Xitoyniki bir buningdan 20 yil chiqargan bir yig'ib tarbiyalash ishini bekor qilganligi to'g'riliq bir qaror olibdi ekan 2 kun oldida. Buni bir qism qarindoshlar lagerda qayda ekan deb xushal bo'lib har xil uchurlarni tarqatdi. Bunu o'ngshaydiganmi yana bir qism qarindoshlar hali kuchayapti hozir. U lagerga munosabatli emas. Men oldin shuni bir deb qo'ydim. Lager taqalgan taqdirdami bu hozirgidek qandaqdir xalqaradagi masalan Amerikadagi Uyg'urlar qonuni taslanmay turib, xalqaro ravrus besmish etmay turib bu ishda yuz bermaydi. Eğer yuz bergan bo'lsa albatta bu hammamiz uchun bir cho'ng xushallik ish. Bir baxtli ish mana shundaq. Lekin undaq emas. Shunga andaq qilqi taqat gaplarga undaq oldirib qo'shilib bo'lib ketmagan yaxshi. Meniki yaqinda menga kelgan uchur Bo'lja Urumchida bir qism odamlarni qo'yibdi. Bu Shuhrat Zakirniki qayt kasbiy o'rganish maktabidagilar o'qish bitdi deydigan gaplar biroz munosabatlik. Qo'yatganlar ko'p emas. Lekin Kuvvetlerinin hemmisini futurluqlamken kulluk işçi ornida işletildiğin yerge apırıp ettirik. Zavodlarga. Aylık maaşı 300 so'm. Meniki en ko'nglimga tekkan, bir ko'nglimda yerim qatgan bir ish nima desanglar, shu zavodga apirib etganlarning ichida o'qituvchi, professor, yozuvchi, shoir, andan tijoratchi, Uyg'urlarning sarxillik ko'p. Bo'lib Şinjan Üniversitede burun professorluk adamlarni zavodlikqa apirib 300 so'm oyliqqa maash berib ish qilsa haftada 5 kun majburiy. Bu qulluq bu. Uyg'urlarning qulluğunun o'rnini ishlatish bo'ladi. Bularniki hammasi men burundan ta'tib kelayotgan Xitoyniki cho'ng planniki bir qismi. O nima desanglar, Uyg'urlarnikidagi sarxillarni aqlışı joyida bilim bor odamlarning hammasini shundaq bir qiynab o'ltirib yo'qitib deb kelib qolgan odamlarni shu o'rta asrdagi tarixchilik qilish yo'lini peshadigan odamlarning saviyasiga tushirib qo'yish. Ashta qilib Uyg'urlarchada hech qandaq hozir qadar Uyg'urlarniki milliy alohidligini saqlab, taraqqiy qildirib va shuni vakil qilib kelayotgan Uyg'urlarning hammasini yo'q qilib etib onun o'rniga Xitoylarni dastlab, masalan, 2 kun oldin men bir 4 kishidan tarkib topgan bir Xitoy muzikantlar gruppasiniki videosini chiqarib qo'ydim. Burun sizlar ko'chalarda suv o'ylab yurgan Xitoylarni ko'rgan tanlab. Asosan Xitoyning maqsadi Uyg'urlarniki burun aşağı qilib kelgan Uyg'urlarni yo'q qilib etib, uni o'rniga Xitoyni dastlab chiqarib qo'yib, xuddi Sharq Turkistondagi naqsh usul, urf odat nasli davomlashayotgandek shuni ko'rsatib turib amaliyotda Uyg'urlarni hozir qadar Uyg'urlarda bor bo'lgan butun dunyo taraqqiyotiga vakillik qiladigan ortiqchiliklarning hammasini Uyg'urlardan tortib olish, yo'q qilib etish. Asl narsa qilyotdi. Xitoyning asosiy yo'li butun meniki tushanchamdagi bularning cho'ng plani bo'yicha aynan ketyapti hozirmi. Ashtaq bo'lganlik uchun men zodi xushal bo'lamadim. Yengillik kelyapti. Xudoyim bursa kirarchilikqa Uyg'urlar haqidagi Amerikada chiqarayotgan qonun tasdiqlandi. Undan keyin Amerika bir rasmiy harakatga o'tish mumkin. Yaqinda shu to'g'riliq Xitoy ziyolilari ko'proq qilyapti. Men shuni bak umid qilaman. Hozirgi eng cho'ng masala, yana cho'ng masala Xitoyniki uchurlarni qattiq kontrol qilib, isbotlarni ko'ydirib, dunyoniki Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlarni bilish imkoniyatini butunlay yo'q qilib etib, shu orqali o'ziniki cho'ng planini aynan ijro qilish.
bu iş hazırım davamlaşıyotir, o'zgargani yo'q. Vatandagi hozir shahar ichidagi texi lagerga kirmagan uyg'urlarning hammasi kiyim bilib uxlaydi ekan hozirmi. Kechasi ularning eng qo'rqadigan narsasi birsi odamning kelib eshigini chekishi. Boshqa kiyim bilib uxlaydi ekan davomli tayyorlik bilan. Bizim tutqun adam keldi degandek qilam. Shuna bir vayimishida. Hozir endi uyg'urlar bu atgan eng chong zulm, jismoniy jihatdagi zulmdan boshqa ruhiy jihatdagi zulmi pek ig'ir. Masalan, oliy maktabning professori ularni lagerga kirib, hozir quyitib, zavodga olib qo'ysa, garchi ular hayot bo'lsa-mu, o'lgandan hech qanday farqi yo'q. Bir qism kishilar hozir bundaq yashagandan o'lganim yaxshi deb o'lim tilab o'tirayotgan holatga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Men o'zim tasavvur qilyapman bu ishlarni. Bir qobiliyatli odam o'ziniki qobiliyatidan bir 100 baldaq tuvan bir yerga ishga qo'yilsa, uniki ruhiy azobi intayin ig'ir bo'ladi. Men yaqin o'ylab ketdim, bizning shu burungi romanlarni yozgan yozuvchilar, shu donishchilarni yozgan, kitob nashr qilgan, men jiq odamlarni bilaman. Ashlarniki ruhiy holati, ruhiy holati qanday deb. Hozir butun Xitoyniki loyilagan muhiti shu kishilarniki baldir tugab ketishiga turtki bo'lish, shu ishni qilyapti. Shunga bu jihatda hech qanday ahvolda o'zgargani yo'q. Shunga yana umid qilganim chet eldagi qarindoshlarniki tirishchiligini to'xtatib qo'ymasak, bushib qolmasak, balni qo'yib yotmasak, bizda texi hozir hech qanday balni qo'yib yotadigan bir ishniki yuz bergani yo'q texi. Shuni deb qo'yay. Endi yaqinda bir qarindoshimiz shu uyg'urlarniki beshi kelgan lager fojiasi, shuniki uyg'urlarga bo'lgan yetti foydasini xulosalab qo'yibdi Xitoycha. Men asosiy jihatdan qo'shilaman, ba'zilariga qisman boshqa ko'z qarashim bor. Ashta o'zim shularni bir deb qo'yay, majlisning oxiriga xulosa shaklida bo'lib qolar. Boshdan yozgan endi deb qo'yay. Undan boshqa yemir deb qo'ydim bu yerda. Hozir bizniki bir qism diniy ziyolarimiz uyg'urlarninki beshig'imizda fojia kirishdiki hikmat haqida har xil tushuntirishlarni beryotdi. Men bir qismini anladim. Amallarnikiga to'liq qo'shib ketmayman, u narsaning bog'lig'im yo'q meniki. Qanday bo'laversa mayli. Endi menimcha bir narsani aytdi aniq hozir qadar bo'lgan narsa. Alloh uyg'urlar orqali dunyoga kommunistik Xitoy hokimiyatining qanday hokimiyat ekanligi, millatchi Xitoy kishilarining qanday kishilar ekanligini ko'rsatdi. Buningda 2017-yilning 5-ida boshlangan lager ishi, uyg'urlarning beshiga kelgan fojialar, andikin chet ellik uyg'urlarniki zo'r darajada tirishchanligi, Amerikaniki dunyoga bosh bo'lib, uyg'urlarniki insoniy haqqini qo'g'dash yo'lida qo'llangan tadbirlari nihoyatda cho'ng rol o'ynadi. Bunga ergashib, shu Amerika uyg'urlarniki kishilik qonunni tasdiqlayotgan mezgillarda Hong Kongdagi demokratik erkinlik harakatining kuchayishi dunyoniki tez qoyil bo'lishiga zo'r turtki bo'ldi. Undan boshqa yana bir zo'r turtki bo'lgan narsa tuz natibatlik Xitoyniki maxfiy hujjatniki pash bo'lishi. Mushuklar birlashib, hozir endi uyg'urlarniki ahvoli dunyoga xili bilindi. Xitoylar yaqinda yana tashqi jihatda har qism neri illegalliklarni ishlatyapti, yo'lsa qo'yyapti hozir. Lekin g'arb ellari ishonmaydi unga. Lekin musulmon dunyosi nihoyatda asal ishlayapti. Hozir Amerikaniki uyg'urlar ishi to'g'riliq tutgan tadbirlarini bu Amerikaniki suiqasdi, Xitoyni yo'qotishga suiqasdi deb tushungan. Hatto Turkiyadan uyg'urlarga kelgan ancha yordamni Turkiyami Amerika bilan yiqilishib iqtisodiyotni manfaatlash uchun uyg'urlarni kuzir qilib oldi, uyg'urlardan foydalanyapti deb mushu narsa mushaqda hozir jiq tashqatlar kuchayib ketdi yaqinda arab musulmon dunyosida. Xitoyning qo'li bilan. Shunga bu jihat qildiqishlar bek ko'p. Men buni jiq ta'kidlab kelgan, shu chet el tiliga tashqatlar. Bu jihatda men qo'limni qilish kuchayapman.
Ama qildigan ishlar yanada ko'p. Qo'ldan ish qilgan qarindoshlar musahada. Mush narsalarni muhim o'rin qo'yish kerak. Bundan keyingi Amerikadagi Uyg'urlar qonuni, Yevropa bo'limidagi Uyg'urlar qonuni, andagi boshqa davlatlardagi Uyg'urlar qonuni, Magnitsky qonuni, mushayadagi ishlarning qanday bo'lishi da chet eldagi Uyg'urlar yana bak cho'ng rol o'ynaydi. Bundan keyin shunga bu jihat ishlarni bo'shatmasak, endi Uyg'urlarniki hozirgidek zulm qilishida hikmat bor desak, menimcha bir hikmat Xudoyim Allah dunyoga Uyg'urlar orqali Xitoy kommunist hokimiyati va millatchi Xitoylarning qandaq narsa ekanligini ko'rsatdi deb o'ylayman men. Shuni Uyg'urlar orqali qildi. Lekin Uyg'urlarga to'lagan badal bek og'ir bo'lib ketdi. Yana qancha badal to'laymiz uqmayman. Ashta bo'lsa bir hikmat bor deb men bir moddada ishlayman. Endi hozir shu boshqa qarindoshlar qilib qo'ygan yetti xulosani qisqacha deb ilib ketay ben. Shu Uyg'urlarning beshiga kelgan zulm tufaylidan o'tirib chiqqan yaxshi ishlar deb tushunsak bo'ladi. Buniki birinchisi Xitoy Uyg'ur o'tirsidagi ziddiyat taltikis holda milliy o'chmanlik darajasiga bordi. Birinchisi. İkincisi Sharqi Turkistonni mustaqillik girdoviga ishtirib oldi. Men bu gapni burun degan. Endi kam deganda bir yuzlik Uyg'urlarniki Xitoy bilan bir yashay olishi mumkin emas deb o'ylayman men. Shu hozirgi lagerlarning ishlari tugagan vaqtida. Buningdan necha ehtimollar kelib chiqadi. Uning ichida mustaqillikmi bor. U fursatmi bor Uyg'urlarga. Hech bo'lmagan chog'da Xitoy hokimiyatining ta'siri yo'q bir zamin Uyg'urlarga birlashishi mumkin. Ashta qilmaganda hozir Uyg'urlarniki bundan keyin 100 yillik vaqt ichida Xitoylar bilan yashay olishi menimcha mumkin emas. Hozir biz Xitoyni ko'rsak, reaksiya qiladigan darajaga qoldik. Uchinchisi Uyg'ur masalasi taltikis holda xalqaro masalaga aylandi. To'rtinchisi Uyg'ur millati va Uyg'urlarniki madaniyatini butun dunyo to'liq tushunadi hozir. Burun Uyg'urlarni ancha uqmaydigan mamlakat va xalqlar bu qatim Uyg'urlarni yaxshi tushunadi demiş. Bizning beshimizga kelgan fojia orqali. Ondan keyin Xitoylar uzun muddat yo'l qo'yib kelgan terroristga qarshi turish, qonliq to'qinishga qarshi turish, qonliq voqealarga qarshi turish degan siyosatiniki zoti qandaq narsa ekanligini dunyo tunib ketdi hozir. Bu aniq qilib aytgan chog'da Xitoyning qilgani terroristga qarshi turish emas, Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'q qilib etish siyosati ekanligini dunyo tunib ketdi. Oltinchisi Hong Kong va Tayvanliklardan ayrılib qoldi Xitoy. Hozir burun Tayvanniki qanday bo'lganligini hamma ko'rdinglar. Hong Kongniki Tayvanliklarmi burun Xitoy paras Xitoy bilan birlashishimiz degan kishilarniki saylanish ehtimolligi cho'nkandiq. Bu qatim bu butlay ta'tiga o'rildi hozir. Xitoy bilan qat'iy birlashmaymiz deydigan kishilar hozir saylandiki o'tish ehtimolligi yaqinda shiddatli o'syapti Tayvanda. Shunga Tayvanniki o'z roziligi bilan Xitoy bilan birlashish ehtimolligi ko'p ojizlab ketdi. 3 yilning oldiga kelsak turgan chog'da. Ondan keyin 7-si Xitoy hokimiyati nihoyatda ko'p pul xarjlab ming yush olgan. Bu ming yushniki natijasida nol bo'lib ketdi debdi. Boshlarniki qilgan xulosasida. Menimcha undaq emas. Xitoyniki ming yushi Xitoylarga nihoyat yaxshi unum berdi. Xitoy davlatchilik Xitoylarga. Chet eldagilarmi shundaq hozir. Uyg'ur masalasida yanılamken bir xil gumon turganlik ko'p chet elda. Xitoy davlatining ichida bo'lsa, kommunistik Xitoy hokimiyatining tashkilotini %100 qabul qilgan odamlarning soni intayin ko'p. Shuni ishlanganlarniki. Endi Uyg'urlarga kelsak,
Uyg'urlarniki ichidami bir qism odamlarniki mingsiz yuyildi. Bo'libmi Xitoylarning qo'llangan siyosati yolg'iz nuqul oldiki ming yuyish emas. Ular jismoniyatni qiynash, dori ko'rish, ukol urish, psixologiyalik vositalar, meditsina vositalari shularning hammasini tang qo'llanayotganligi uchun Uyg'urlarga bir qism kishilarniki mingsiz yuyilib ketdi. Lekin agar mushu hozirgi Uyg'urlarniki beshiga kelgan fojiani bundan keyingi bir necha yil ichida to'xtata olsak, Uyg'urlar yana intayin tez asliga keladi. Buning sababi nima degan chog'da Uyg'ur millatining asosi bek kuchli. Milliy asosi, madaniyat asosi intayin kuchli. U qandaqdi 50 yilda, 70 yilda vujudga kelgan narsa emas u. Necha ming yillik tarixi bor narsa. Uyg'urlarda bir xil ulug' millat, g'ururva bir millat Uyg'urlar degan. Ashta boshqa Xitoyniki odatdagi ming yuyish taktiklari Uyg'urlarga unum bermaydi. Hozir qadar ham unum bermagan. Bundaki mashindaq. Agar biz yana bir necha yil ichida hozirgi fojiani oxirlashtira olsak, Uyg'urlar nihoyatda tez asliga keladi. Hozir ko'ryapmiz chet eldagi Uyg'urlarning qaysi darajada qo'zg'alganligini, o'zimizniki milliy kimligi, milliy madaniyati, tili, dini har sohadagi narsalarni qo'llashda qancha harakat o'tkazilganini hammamiz ko'ryapmiz. Men bilan to'xtamay chet eldagi qarindoshlar aloqalashib turyapti. Nurg'ullar menga xat yozadi. Shunchalik qiyin, shunchalik mushaqqatlik, to'rtjon bolasini beqib, o'zi yolg'iz ishlab, ming lira bilan jon beqiyotgan. Ashta to'simi, ayni Uyg'urlarning bolasini tarbiyalayman deb, o'sha fidokorlik ishida shumlayotgan ashta qarindoshlarni aytib ko'p. Men nihoyat ta'sirlanaman davomli. Shunga bu Uyg'urlardagi mushtaq bir milliy ruhniki naqadar kuchligini ko'rsatib turdi. Shunga Uyg'urlarda umid bak zo'r. Buniki hozirgi navbatdagi buni qancha ta'kidlasam oziq qiladi. Chet eldagi Uyg'urlarniki eng muhim nishoni Sharqiy Turkistonga tekshirish umidini avatib, o'shani tekshiradigan bir ahvolni qo'lga keltirish bu hammadan muhim. Mush ish amalga oshmagunchalik Xitoylarniki cho'ng planni ijro qilishi to'xtamaydi. Dunyoning ko'zini bo'yish to'xtamaydi. Yolg'on tashviqoti to'xtamaydi. Vatandagi Uyg'urlarniki ko'p soni o'lib ketishim to'xtamaydi. Hozir o'lib ketyapti. Buni hech kim ko'rmaganligi uchun uning ustiga men buni tarqoq o'ldirish dedim. Odatda necha ming odamni bir xil o'ldirsa, hatto dunyoda 400 odamni bir xil o'ldirayotgan chog'da ularni irqiy qirg'inchilik deb xalqaro suddan hukm chiqargan ahvollar bor. Hozir Xitoylar bunday qismi butunlay yoshirinib qolganligi uchun dunyo buni bilmay ishin demayotdi. Shunga men o'ylayman Uyg'urlarniki ishni dunyoga, haqiqiy ahvolini dunyoga bildirishniki eng oxirgi, eng halqiliq tadbiri bir xalqaro umakniki bir tekshirishi Sharq Turkistonga berib. Shungachilik Uyg'urlarning beshiga kelgan fojianing zoti qaysi darajada ekanligi dunyoga to'liq oshkorlanmaydi. Shunga qo'ldan kelgan qarindoshlar buni lekin mush soatda tirishgan bo'lsak. Bo'ladi. Bu yil Uyg'urlarniki, chet eldagi Uyg'urlarniki milliy da'vosidami eng zo'r darajada yuksalish bo'lgan bir yil bo'ldi. Xudoyim bilsa, hozir qadar biz vujudga keltirgan sharoit, ruh, iroda mushnalarni 2020 yilda texnik kuchaytgan holda davomlashtirib, milliy da'vomizni yapsak, vatandagi xalqni to'liq bir erkinlikka chiqarib bo'lguchilik hargiz belni bo'shatmasak. Meniki oxirida sizlarga bu yangi yil munosabati bilan deb qo'ygan orzum shu. Yeni kunlik yangi yil bo'ladi. Men chet eldagi meni bu yilning mobaynida qo'llab kelgan, menga hamkorlashib kelgan ro'yxatni ilhom bergan, menga ro'y uzuq bergan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Men Facebookda 3 qatim yan to'plash yapgan, u pullar o'z joyiga ishlatilyapti. Hozir ehtiyoj bak ko'p.
yetişip oğlu bulmaydı. Xudayım birisi vaqt kelgan chog'da yordam so'rashim mumkin. Ishqilib oxirida dedim menga yordam qilgan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan ko'p rahmat. Bunu demsə həmənlarınki 2 gün baldır olsunmu, yeni yıllar mübarək olsun. Kilər qəddəm görüşkücə aman bulunlar. Xeyr, xoş, Allah'a emanet.